Qaysi biri arzon? Korzinka yoki havas? Birinchi mahsulot kartoshka 8990 so'm. Havasda 7350 so'm. Banan 20990 so'm. Havasda 21000. Keyingi mahsulotimiz tuxum. Korzinkada 34500. Havasda bo'lsa 36900 so'm. Korzinkada Maxeyev mayonezi 38490 so'm. Havasda esa 33900 so'm. Keyingisi yog' 26990 so'm. Havasda 26900 so'm. Bu bo'lsa 48490 so'm. Havasda bo'lsa 43400 so'm. Guruch alanga 16590 so'm. Havasda 17950 so'm. Keyingisi shakar 11700 so'm. Havasda bo'lsa 15950 so'm. Kofe 69990 so'm. Havasda kofe 48500 so'm. Sut 3,2%ligi 11990 so'm. Havasda bo'lsa 14500 so'm. Doktorskiy kolbasa 56690 so'm. Havasda 54500 so'm. Endi shu ham qolib ketmasin. 1990 so'm. Nutrilak 101900 so'm. Nutellani narxini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Meni qiziqtirayotgan narsa nimaga aynan N harfi qorida? Nega N? Havasda Nutella 68500 so'm. Endi Saryo 32990 so'm. Havasda bo'lsa 32500 so'm. Bu bo'lsa umumiy narxlar. Ko'rishingiz mumkin. Yetgancha bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.